O'zbekistonni dunyo mamlakatlari ichida Liechtensteinga o'xshatishadi. Negaki faqat Liechtensteinni va O'zbekistonnigina o'ziga chegaradosh bo'lgan mamlakatlari okeanga chiqa olmaydi. O'zbekiston poytaxti Toshkent jahon mamlakatlarining poytaxtlari ichida shunisi bilan ajralib turadiki, faqat mazkur go'zal shahardagi yo'lovchi tashuvchi avtobuslarining barchasigina Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasiga tegishlidir. Shu singari O'zbekistonni haqidagi qiziqarli ma'lumotlarning ikkinchi qismini turfa olam va'da berganiday bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. O'zbekiston o'zining ko'plab meva va sabzavotlari bilan dunyoga mashhur mamlakat. Bunga misol sifatida 2-jahon urushi yillariga bag'ishlab suratga olingan 45-yil olmalari filmini ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari Mirzacho'l va Shobboz, shuningdek Xorazm qovunlari hech bir mamlakatnikiga o'xshamagan ta'm beradi. Qovun haqidagi kichik bir tarixiy faktni sizga keltiramiz. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida yozilishicha, O'zbekiston qovunlarini asal to'la xumlarga solib Hindistonga olib borishgan ekan. Asalga to'xtaladigan bo'lsak esa, asal o'z ichiga tushgan barcha narsani mazasini o'zgartirmaslik xususiyatiga ega. O'zbekiston, bilib qo'ying, dunyo bo'yicha televideniya vatani sanaladi. Xuddi shu jannat makon yurtda 1928-yilning 26-iyulida radioga o'xshash televizordan ilk marta tebranuvchi predmetlar efirga uzatilgan. Toshkentdagi teleminora bugungi kunda Markaziy Osiyoda eng baland minora. Dunyo miqyosida esa balandligi bo'yicha 11-o'rinda turar ekan. Toshkent metrosi boshqa mamlakatlarnikidan shunisi bilan ajralib turadiki, hurmatli muxlis, Toshkent metrosida tozalik va xavfsizlik 1-o'rinda turar ekan. Bundan tashqari Toshkent metrosining hech qaysi bir stansiyasi bir-biriga umuman o'xshamas ekan. Endi fakt, Toshkent metrosi 1977-yilda ishga tushgan bo'lib, u o'sha paytda Markaziy Osiyodagi yagona metro hisoblangan. Bilasizmi, Markaziy Osiyodagi eng uzun daryo Sirdaryo sanalar ekan. U ham bo'lsa eslab qoling, O'zbekiston orqali oqib o'tadi. O'zbekiston o'z navbatida Markaziy Osiyodagi eng yirik bozorlarning ham vatani hisoblanadi. Endi aniq tarixiy fakt. Hozirgi kungacha Markaziy Osiyodagi eng qadimiy bozor bu Toshkentdagi Chorsuv bozori bo'lib, e'tibor qiling, u 8-asrdan buyon to hozirgi kungacha o'z faoliyatini davom ettiryapti. Bu esa Markaziy Osiyoning hech qaysi mamlakatida shu kungacha qayd etilmagan natijadir. 2016-yilgi ma'lumotga qaraganda, boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi dunyoda eng kuchli terma jamoa sanalar ekan. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Turfa olamda qoling, eng yangi ma'lumotlar oldinda.